Assalomu alaykum do'stlar, Campus platformasining YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Turkiyaning universitetlarida tur uyushtirishimizning birinchi videosini birgalikda tomosha qilamiz. Hozir biz Kent universitetining Kayitxonadagi kampusida turibmiz. Ushbu kampusda asosan bakalavr talabalari tahsil oladi. Va turimizni shu yoqdan boshlaymiz. Men o'qiydigan universitetda lekin eskalator yo'q. Universitetga kiraverish supermarketga o'xshaydi ekan. Hozir may oyi tugayapti. Dahshat issiq ko'chada, shuning uchun milkshake'lar olganmiz. Shunaqa syomka qilib yuribmiz. Hozir Kent universitetining pastki qavatlariga tushdi. Bu yerda laboratoriyalar bor ekan. Ketib birinchi laboratoriyaga kirib ko'ramiz. Bu yerda qiz talabalar tomonidan eng ko'p talab bo'lgan yo'nalishlardan biri akusher ginekologiya yo'nalishi bo'yicha laboratoriya ekan. Bu yerda mana tug'ruqxonasini ko'rsatib berishgan. Sharoitlar yaratilgan ekan, zo'r qilishdi. Bu shunda menimcha anaqa inkubator bo'lsa kerak edi. Laboratoriya birinchi yordam ko'rsatish xonasi ekan, laboratoriyasi ekan. Ichkariga kirgizishmadi, imtihonlar bo'layotgan ekan. Lekin meni qoyil qoldirgan narsa, qanaqa bu universitetga bu mashinani uni nasıl getirdingiz o arabayı? Universitetda past etajiga mana shu mashinani qanaqa olib kirishganini men ham tushunmadim. Lekin ajoyib, hamma narsani praktikada ko'rsatib berishyapti. Hozir fizioterapiya bo'limi laboratoriyasidamiz. Ekraningizda o'zi Kent universitetida meditsina yo'nalishi bo'yicha qanaqa bo'limlar bor, shu hammasi ma'lumotda chiqib keladi. Biz hozir fizioterapiyaning yana bitta laboratoriyasiga kirdik. Bu laboratoriya ko'proq o'xshayapti fizioterapiyaning laboratoriyasiga. Оборудование ham bu yerda ko'proq ekan. Hozir biz turgan laboratoriya dietologiya laboratoriyasi ekan. Bu yerda hamma оборудование bor ekan. Mana rakovina, bu yerda menimcha qanaqa ovqat qilishni o'rgatsa kerak. Men dietologiyani o'ylardim, oldin faqat sportsmenlar foydalanadi deb dietologiyadan, to'g'ri proporsiyada ovqatlanishi. Lekin reanimatsiyadan keyin ham kasal bo'lgan odamga dietologiya juda ham muhim bir narsa. To'g'ri ovqatlanishi, vasстановленияsi. Shuning uchun bu bo'lim mavjud va bu bo'limda shunaqa sharoitlar ham mavjud. Sog'liq bo'limida imtihonlar bo'layotgan ekan. Shuning uchun hamma laboratoriyani ko'rsatish olmadi. Sog'liq bo'limidagi videomiz tugadi. Endi tepaga chiqamiz. Tepadagi etajlarni ham ko'rib chiqamiz. Universitet 14 qavatli ekan. Bu hozir Kayitxonadagi kampusidamiz va qoyil qoldirgan narsa 4 ta lift bor ekan, ketma-ket. Meni universitetimda maksimum 2 ta bo'ladi. Universitet haqiqatda katta. Universitet kattaligidan bizga alohida ekskursiyadan berishdi. O'zlari kameraga tushkilar kelmayapti, lekin bizani aylantirib hamma ma'lumotlarni berib yuribdilar. Hozir Kent universitetining Kayitxona kampusining 2-qavatidamiz. Hozir nereye keldik? Kutubxona. Kutubxonaga kelamiz. Baqirish mumkin emas ekan kutubxonada. Hozir ichkariga kiramiz.
Texnologiya. Tecnologia! 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 Kent universitetining Kayatxani kampusidagi kutubxonasidamiz hozir. Kutubxonasi ham ajoyib ekan. Bu yerda astrovok bor ekan. Bu kitoblar. Yana bitta qiziqarli fakt, bu kampusi 14 qavatli ekan. Hozir endi 2-qavatiga chiqdi, yarim soat syomkada. Qanchada qilib bo'ladi syomka bilmadim. Syomkaga ketyapti. Tepasi katta ekanligi. Mana o'rtoqlik Kent universitetining kutubxonasi. Dahshat katta ekan bu tam. Mana bu вообще sharoitli dahshat. Ha, mana talabalar alohida o'ziga xonani bron qilib o'tira olar ekan mana shunaqa. Bu yerda o'tirishibdi. Hozir Kent universitetining kutubxonasining 2-qavatidamiz. Bu yerda xonalarni bron qilsanglar bo'lar ekan, rezervatsiya qilsanglar bo'lar ekan va talabalar gruppaga ajralib, rezervatsiya qilib mana shu yerda darsligisini qilib o'tirishadi. Xuddiki bir o'qimishli boladek kadrga tushib berdim hozir. So'ri için pirinç deyişi, niyet diye bir şey yok. What? Şimdi ustoz mana bu yerda turib bir nimalarni tushuntiradi, to'g'rimi? Sayın öğrenciler, bugun dersimizda deb boshlaylik. Dersimiz konusu... Voy, sensor ekan. Вот это поворот! Do'stlar, mana qaranglar, Kent universitetining darsxonasi bu, sinf, oddiy sinf. Menga eng ko'p yoqqan narsa mana ekranni qaranglar. Bizning o'qishimizda proyektor tushadi. Bu yerda mana shunaqa katta ekran bor ekan. Eng qizig'i bu ekran sensor ekan. Bu ham mayli, mana qaranglar, men bu yerda dars qilamanmi yo'q, manzara tomosha qilaman. Dahshatli ekan. Bu yog'i oshxonasi ekan. Oshxona deganda biz stolovka deymiz-ku. Bu yerda ochilish bilan yopilish soatlarini yozib qo'ydi. Bu yerda jiloy kompleksga manzarasi bor ekan. Menga hozirgi syomkamizda eng ko'p yoqayotgan narsa juda ham samimiy bo'lyapti. Vlog stilida bo'lyapti syomkamiz. Haqiqatda mana ko'rsatib olib boramiz sizlarga. Universitetga uni oldindan aytib qo'ymadi. Universitetni tozalab, tayinlab nima kutib olishmadi bizani. Prosta ekskursiya o'tib berishdi. Kirib syomkani qilib ketyapmiz. O'shanga kuzatishda davom etinglar. Kontent. Manzarani qarang, manzara. O'zi Kent universiteti yaxshi rayonda joylashgan ekan, chunki men Istanbulning nari tomoni, u rayonning nomini bilmayman, lekin u yog'i oddiyroq uylar. Bu tomonda mana bunaqa jiloy komplekslar, hamma millioner shaqqa yig'ilganmi deyman. Savdo markazi ham bor ekan. Bu savdo markazi meni shaharimda o'z yagona savdo markazi bor. Shundan 2 barobar katta ekan. O'qirib zerikib ketsanglar kelasizlar. Yon tarafida chill zonasi bor ekan. Hozir yo'lga o'tamiz. Cho'ta chill zona emas, faqat настольный futbol bor ekan. Bu yoq tarafida nima ekan? Bu yerda talabalar kelib ovqatlanishyapti.
Bu yog'i mana universitetni bog'chasi ekan. Sad. Keyin bu stolovkasi platniy stolovka. Universitetlarda, Turkiyadagi universitetlarda platniy stolovka bo'ladi va universitetda o'zini stolovkasi bo'ladi. Universitetda o'zida asosan ovqatlar arzonroq bo'ladi. Platniysida pul berasizlar, aytgan narsalarni sizlarga tayinlab berishadi. Даже bir xil universitetlarda food courtlar bo'ladi. Mana operatorlar bilan ham yaqinda bordi. Medipol degan universitetga tepa qavatida food courtlar qilib tashlashgan. Savdo markaziga o'xshaydi, universitetga emas. Sizni ko'rgan qaytib kelyapmiz. Videoga tushirsa bo'ladimi sizni? Mayli. Bitta intervyu olib bormoqchi edim siz bilan. Shu universitetda o'qiysiz. Yo'nalishingiz Uluslararası ticaret ve lojistik. O'zbekchasini hozir unutmaymiz. xalqaro tijorat va logistika yo'nalishida o'qir ekanlar. Xalqaro tijorat va logistika yo'nalishida o'qiysiz. 4-kurs. 4-kursiz уже. Oxirgi yil xudo xolisa. Bitiryapsizmi yo cho'zilyapti? Endi bitirishda harakatda xudo xolisa. Bitirishga harakati, xudo xolis. Lekin mana shu yo'nalishda o'qiyman. Yo'q, siz bandirma deysiz, adashmasam. Ha, bandirma taniysizmi? Da, taniyman, kuzataman o'zim. Kuzatasizmi? Ha, boy metroda kelayotganda ham o'zbek talabalar ko'rib, tanib qolib, bu yoqqacha o'zligini qilib yuborishdi, kuzatib yuborishdi, qidirib yurdim. Siz ko'pchilik taniydi, taklif. Tanir ekan. Adashmasam, Rahmat, lekin kuzatayotgan bo'lsanglar. Xursand bo'ldim. Ismingiz? Aslida. Aslida. Meniki Abdulaziz. Xursand bo'ldim. Universitetdan qanaqadir shikoyatlar, misol uchun minus taraflaringiz faqat maqtayapmiz hozir universitetga kelib. Minus tarafi yo'q, prosta yaxshi o'qish kerak bo'ldi. Yaxshi o'qish kerak. Yaxshi o'qimasiz, polibon qilib ketasiz. O'zbek talabalar ko'pmi bu universitet? Da. Ko'p. O'zbek, qozoq ko'p. Taxminan soni bilamizmi? Soni hozir 4-kursda kam, lekin 1-kursda ko'p edi, hammasi o'qish tashlab ketdi. Ko'pchiligi. Ko'pchilik tashlab ketdi. Oqomatda chunki. Qiyin-a? Da, qiyin. To'g'ri tortilib, butun Turkiyada o'zi Turkiya ta'limi o'zi qiyin sistemasi. Chet eldan kelsangiz qiynalasiz, lekin mana o'qib bitirayotganlar ham bor, to'g'rimi? Ozgina qoldi. Xarakter bo'lish kerak. Ozgina. Sabab bo'lish kerak. Harakat. Xo'p. Imkoniyatlar masalasida qanaqa universitet talabalar uchun qanaqadir yo'nalish bo'yicha aytaylik tadbirlar o'tkazish, ekskursiyalar bor o'zlarini har bitta bo'limga. O'shalar ochilgan, o'sha boshqani bilan birga qanaqadir etkinlik qilsa bo'ladi. Har xil. Masalan, o'tgan safar Erasmus. Ha, Erasmusdan aytyapsiz, to'g'rimi? Ha, Erasmus ham bor. Erasmus ham bor. 4 kunlik, 1 oylik, 6 oylik har xil. Erasmusdan foydalanishga harakat qilmadingiz? Qildim. Bu yil harakat qildim, lekin o'ta olmadim. Ozgina bal yetmayapti. Erasmus programmasi bu shu talabalarni Yevropaga jo'natib o'qitish tizimida, to'g'rimi? Bepulga qaysidir muddatga borib Yevropa davlatlarida ta'lim olib kelish imkoniyatiga ega bo'lasizlar agar yaxshi o'qisanglar. U o'rtalama bahoga qaraydi, to'g'rimi? O'rtalama bahoga qaraydi. Eng kichkina 220 bo'lishi kerak. 220 bo'lishi kerak. Sizda hozir balandmi? 220? Menda 2,5 atrofida. 2,5. Zo'r. Saviya kamida B2 bo'lishi kerak. Menda B1 chiqib qoldi o'sha. Bularda 2,5 ekan, menda 1,60. Endi chiqardim. 1,60 ko'tarib olasiz. Menda ham boshida shunaqa. Xudo xolisa. Endi men 2-kursman. 4gacha ko'tarilsa kerak o'zi avtomatik. 50 dan baland olsangiz bo'ldi-da, balandlar darslardan. Keyin diplom berayotganda ham qarar ekanda shu narsaga, to'g'rimi? 2 dan past bo'lsa, 2 dan past bo'lsa olamiz. Bermayapti. Shunaqa problema bor. Shunaqa universitetga kelsanglar, o'zimizning o'zbek talabalar bilan tanishib, ulardan bir maslahatlar olib, tushunib olasizlar, bu yerda nima qanaqa. Kent universiteti 2023-yil statistikasiga ko'ra o'zbek talabalar eng ko'p o'qigan universitet hisoblanadi. Bu yerda 500 dan ortiq o'zbek talabalarimiz bor, lekin qanchasi keladi o'qishga uni bilmaymiz. Men ham bilmayman. Kam ko'raman. Ko'pmi bu yerda o'zbek talabalar? O'zbek talabalar. Anaqa. O'rtoqlaringiz, o'zbek o'rtoqlaringiz. Ha, o'zi ko'p, lekin hozir bitta ikkita qolganda. Qolganimiz Toshkentda hozir. Ko'pchilik shunaqa. Yaxshi. Hozir yengil, yoshlar kelyapti, hozir. Shunaqa. Bu yil qozoqlar ko'paydi. Qozoqlar ham ko'p. Men tanishganimdan xursand bo'ldim. Intervyu uchun rahmat kattakon. Universitetda har bir qavatida mana shunaqa terrasasi bor ekan. Bu yerda talabalar tanaffus berganda chiqib choy-poy ichishadi demoqchi edim, o'tamiz faqat perekor qilishadi.
Lekin chiroyli ekan terrasasi. 9-qavat ekanmi bu? Bu universitet 9-qavat ekan. Lekin mana жилой kompleks ham chiroyli ekan. Dahshati. Faqat bu yoq menimcha qimmatga tushadi-yu. Bu yoqda Kent universitetining asoschisi va asoschisini o'g'li ekan. Bu ikkalovi vafot etgan ekan. Hozirda universitet va asoschidan qolgan boshqa tijoratlar bilan shu asoschisini ayoli shug'ullanar ekan. Bu yog'i уже universitetda o'zini yemekxonasi, nima deydi, oshxona deydi, bufetda. Universitetda o'zining stolovkasi, xususiy stolovkasi va bu yoqda mana talabalar kofe olishadi, o'tirishadi, darslikni qilib. Kent universitetiga ekskursiyamiz shundan iborat bo'ldi. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ushbu universitetga kampus platformasi orqali hujjatlaringizni topshirgan holatda kontrakt narxidan 50 dan 70% gacha chegirmalar olishga imkoniyat yaratib beramiz. Platformamiz havolasi video izohida qoldiramiz. Albatta foydalanib, o'zingizning fikringizni platformamizda ham qoldirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni unutmanglar va izohlarda ushbu universitet haqida fikringizni yozib qoldirishingizni kutamiz.